Men Avazbek Tulovov Registon ta'lim loyihasining asoschisiman. Faoliyatimizni 2014-yilda kichik bir o'quv markazi sifatida boshlagan edik. O'shanda bir maqsadimiz bor edi. Butun O'zbekiston bo'yicha sifatli ta'lim tizimini tashkil etish. Qiziq bir voqeani aytib bermoqchiman. O'sha paytda ta'lim loyihamiz uchun nom tanlayotganimizda ikkita nom ustida uzoq o'ylaganmiz. Registon va Turkiston. Yakunda biz Registon nomini tanlaganmiz. Lekin o'sha kunning o'zida jamoamiz bilan bir fikrga kelgan edik. Bir kun kelib albatta Turkiston nomi bilan alohida ta'lim loyihasini yo'lga qo'yamiz deb reja qilgandik. Oradan 12 yil o'tdi. Registon ta'lim loyihasi kengaydi. Bugungi kunga kelib Registon ta'lim loyihasining tarkibida 60 dan oshiq o'quv markazlari, 6 ta maktab, 3 ta bog'cha, 2 ta tibbiyot texnikumi, nashriyotimiz hamda onlayn ta'lim platformasi faoliyat yuritib kelmoqda. 2014-yildagi maqsadimiz haligacha o'zgarmagan. O'zbekiston ta'limini dunyodagi ilg'or ta'lim tizimlari darajasiga olib chiqish. Shu yo'lda 2026-yilda biz avvalgi niyatimizni amalga oshirdik. Ya'ni Turkiston maktabiga asos soldik. Bu loyihani tashkil etishimizning sababi oddiy. Registon ta'lim tizimini biz farzandimizga ravo ko'ramiz, lekin uning narxi barcha oilalar uchun ham birdek qulay emas. Shu ehtiyojni inobatga olib, Registonning ta'lim tizimi, metodikasi va standartlari asosida ammo ko'proq oilalar uchun hamyonbop bo'lgan Turkiston maktabini tashkil etdik. Turkiston maktablarida siz Registondagidek sharoitni ko'rasiz, ya'ni sinfxonalarining jihozlanishi, butun bir maktabni ko'rinishi, sharoitlari Registondagidek bo'ladi, lekin Turkiston maktablarida narx jihatdan qulay hamda 50% gacha siz chegirma, ya'ni grant asosida o'qishingiz mumkin bo'ladi. Bizning maqsadimiz faqat bittagina maktab ochish emas. Kelgusida respublika bo'ylab 200 dan oshiq shahar va tumanlarimizda Turkiston maktablarining filiallarini tashkil etishni reja qilganmiz hamda sifatli ta'limni har bir oilaga yaqinlashtirishni maqsad qilganmiz. Ayni paytda Turkiston maktabida qabul davom etmoqda. Agar siz farzandingiz uchun ishonchli maktab izlayotgan bo'lsangiz, sizni Turkistonda kutamiz.